Dişimizde devam hürmetli vatandaş bugün çizler 2023 yıl 5. ayının 26. gün haftiga şembe vatandaş. Yukarıda leksiyemizden devamı. Nimdeydi o? Ben sözlep şu yere kelgende. Deydi o. Obzorçu Şişen Efendi. Erken Rusya Harbiy Teşkilatı'nı oylap kaldı. Erken Rusya Harbiy Teşkilatı'nı oylap kaldım dep makalını devamlaştırdı o Şişen Efendi. Elbette hazır. Amerika-Ukrayna vuruşu bir vasıta arlaşmadı. Lekin bir kişi allakaçan o'ttirga çıktı. Agar Jungo Kompartiyasi Tayvan hücum qiladigan bo'lsa, undaqda o bir kuchli emas, bu cho'qim yuz berdi, ya'ni Amerika ardishidir. Şinjan, mustamlik Uyg'uriston 1.600.000 kvadrat kilometrlik zemin. Azaldan tartib markaziy hokimiyatning beshini og'irtib kelgan zemin. Iroqni qo'yib, yaqindan so'z Assad. Ikkinchi dunyo urushining oxirgi davrlarida Shimoliy Shinjongda bir Sharqiy Turkiston paydo bo'ldi. Jungo Kompartiyasi bu jarayonni viloyat inqilobiy hokimiyati butkul Shimoliy Shinjongni kontrol qildi deb atadi. Dikkat qiladigan bir taraf shuki, bu Sharqiy Turkiston hozirgi Jungo chegarasi ichidagi assalliq millatlar qurgan Sharqiy Turkiston emas. Dikkat, har bir Uyg'ur deb atadi. Dikkat qiladigan bir taraf shuki, deydi obzorchi Shishan. Bu Sharqiy Turkiston hozirgi Jungo chegarasi ichidagi assalliq millatlar qurgan Sharqiy Turkiston emas. Bu davlatning prezidenti Alihan Ture o'zbek odam. Bosh shtab boshlig'i general Ishoqbek tojik odam. Armiyaning bosh qo'mondoni Dilxon Sigirboyev qozoq odam. Albatta bularning hammasi sobiq Sovetlar ittifoqida sobiq Sovetlarning ittifoqlash jamhuriyatlarining odami yoki fuqarolaridir. Onu demeyle qo'yaylik. Bularning hammasini sobiq Sovetlar qo'llagan. Keyin Stalin Jungo Kompartiyasi bilan kelishim hosil qilib, Jungo Kompartiyasi Tashqi Mong'oliyaning mustaqilligini e'tirof qiladigan. Buning badaliga sobiq Sovetlar Sharqiy Turkistonni qo'llamaydigan bo'lib kelishdi. Shundan keyin Jungo Kompartiyasi Şinjanni qaytirib oldi, ya'ni Uyg'uristonni mustamlika qildi. Yuqorida so'zlab o'tgan bu bir necha nafar Sharqiy Turkiston rahbarlari Sovetlarning aeroplani o'ltirib, Beijingga suhbatlashishga ketayotganda aeroplani voqeasiga uchrab, bu rahbarlarning hammasi qazo qilganligi e'lon qilindi. Amaliyotda bu bir guruh rahbarlarni KGB Moskvaga elib ketib, keyin Moskvada öldürüldü. Bu tarix arxivini tushunganda bugun Reis Xi Jinpingning Jungo O'rta Osiyo davlat boshliqlari yuqori darajaliklar yig'ini, ya'ni Shia yig'inini ochganligining sababini tushungili bo'ladi. Va O'rta Osiyoga yuqori normada iqtisodiy yordam berganligining nima uchun ekanligini tushunib olg'ili bo'ladi. Çünkü eğer bu devletlerini muqim tutup tura olmasa, yani O'rta Osiyo devletlerini muqim tutup tura olmasa, Şinjan'da, yani Uyg'uristonda muqimlikni abadi ishga oshirg'ili bo'lmaydi. O'rta Osiyo devletleri pulga amroq. Agar Jungoning iqtisodi o'sallashib ketsa, Amerika O'rta Osiyoga ko'plab pul beradi. Bu vaziyat darhol o'zgaradi. Davomini anlaysiz vatandoshim. Bu maqolni obzorning mevzusi mana shu 7-8 betda sizlarga yetkazdim.
Devamını alayısıyla.